Мен necha kun bo'ldi qiynanamga qoqshavatqini balla. Voy qiynapa, bizmi adam bo'lgan degan yoz ketay dedi, taloqlarga chiqib qilayli sayli. Tog'lar bo'lmasimi, bog' bo'lsimi mayli. O'ynamasaqmi taloqga chiqib ishlasakmi mayli. Taloq chiqmamsizlar deb ketib bordi, do'yindikilar chiqdiq mana deyli. Devidim qiynanam mashagili boshlab keldi. Ajab chiroyli yerlarga boshlab keldingiz qiynapa deb qo'shib ketibdi-man, miyat o'sh kallamni bilmay. Meni qiynanam o'lkesaki dasti o'tibdi emasmi? Qulpinakdagi bormiz deb aldab kelib, qulpinak deganni toza tegizib, uyga olib qulpinakni varini qayntimiz deb o'choqning oldida necha soat o'tdag'izdi. Xushalliqda taloq chiqib, uyga orab ketgan tishlarim uyga kelganda kirishib ketdi. Ma issiqlarda 40 necha gradus bo'lib ketib baramdi, havo raylari ish qilib taloq chiqqan bo'lmaydi deb uyda o'tirib bo'lsa, hammadan men o'choqning oldida necha soat o'tgan gap. Ems hasratli filmlarimni boshlab, ko'zlarimni yoshlab, salomlarim yerim yo'l qilib qoldi deb boshlarimni qo'shlab, dardlarimni aytib olaysizlarga, g'ayvatlarimni boshlab. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimisizlar? Men Taranch Kilim Yasardan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Boyam bog'imiz bizning mahalladagi bir bog'da, u yerda qulpinaklikka vahshiy jiqdi. Biz bog'anda qulpinak tugab bo'pti. Shuning bilan qiynapam kaynimizga yenibli itizg'a borayli dedi, bo'ladi deb keldik bir itizg'a. Hamiyada qulpinaklarni o'zi uzib, sayli qilib, rasmlarga tushib chiqyotdi. Bizga kelganda daryoning suyini to'xtab ichga kirgizmaymiz deydi. Doyin kapto qirni o'zim ko'rib kelayli, hamda ichga kirmasakmi deb qirlarda qulpinaklarni yog'anda o'ziyotimizda. Sanab turib 10 tal qulpinakni uzmay terib oldinglarmi, bo'ldimi deydi. Zuvanimga bir tal tiqibdi, men shuning bilan kaynimga qaytibdiman. Mana o'zir uzib olgan qulpinaklar bor ekan. Mashinadan bir yashik bering dedim, bir yashik qulpinakni oldim. Varini qayntayli devidi qiynapam, ha bo'ladi deb qo'shib ketibdim-a. Ammo issiqnaldir o'tirqamanglar, o'choqning oldida qizlar o'zinglar bilib qolasizlar ekan datni. Tos qoldim men Do'g'ab xonning oldiga chiqib yotqini. Ko'misa kasb o'zgartib Do'g'ab deganni sotqini. Shunda qilib bir yashik qulpinakni oldim, mashinaga soldim. Endi pulga setib olgandan keyin bu qulpinak menga tava bo'ladi deb mashinada turib zuvanimga netchini soldi. Qiynanam menga ber qo'yingay bolam 2 tal mashina yeyma deydi. Ha bo'pti deb qiynanamning qo'liga 2 tal tutqizdim, qiynasanglamning qo'liga 2 tal tutqizdim. Og'zimizga 2 sap bo'g'icha ish qoldig'imi kap bo'ldim. 8 kilo qulpinakka, qulpinakning 4 kilosini o'zimizga, 4 kilosini onamning uyiga to'shidim. Yazning shaltiqi qishqi dora debtiki apa yevilinglar yo'qimiz varini qaytib elivilinglar desam, endi bizning dadam tang bo'lgandan keyin bunda tatiqtirim degan narsani bekchi qiymiga. Shekan azroq solasizlar bo'lmas, navato ketib qolsizlar jimo deb qo'ydim-ku. Meni ko'riblam dadam jidal deganini qilib aklab ketdi. Voy to'xtabdi dada, sen bir narsani akirib berma deblam chiqib, mallada bor bo'lgan narsalarni ancha-muncha ep kirib dadamning oldiga qo'ydim. Bek isib ketsam, cho'nglag'ili bo'ladi ekan bo'g'liq. Bo'pmi og'rib qolgan odamga. Dadam deya isib shundoq beorom bo'lib ketibdi-da. Qo'saqni to'ydirib, salqin qilib uyda yetib oldi da deb qo'yib uyamga yenib kelib, mavarining oxirini qaynatqin to'dim. Men varini qaynatishlarga unchalar usta emas, lekin ta'mini bek yaxshi qilma. Shunlashqa do'stam varini qayntay deb turatdim deydigan do'stlar bir ko'rib olsanglar deb o'ylayman. Men ham tafsiliy deb berayjimo. Eng avval javurlaringlarda bir temim suv bo'lmaslik kerak ekan. Pakkuz yub aptab qo'yib quritib bo'lgandan keyin ondan mush qulpinakni ham shu yo'pirmoqdan araymiz-ma ustirikcho. Buni arg'icha yermini zuvaninglarga, yermini javuringlarga tashlaysizlar. Oila a'zolari qulpinak yeymiz deb o'g'irlik kelsa, qo'l urishni boshlaysizlar. Marliqda 2 sekund qilan qistirib olmasam ko'nglim unmaydi mening. Ma chochlarining shapalaq bo'lib ketbag'imda, chochlar mashina to'xtash maydoniga o'xshab kelyotgan barliq do'stlar. Chochlaringizni ko'p turadigan, kepaklaringizni yo'qotadigan, choch tikmayni kontrol qiladigan, chechingizni pingsung holatga kelib taltalsiliq paqiraq qilib, olgan pulingizga rozi bo'ladigan choch yo'qligini bazaga soldim. Undan boshqa yana budirdan buzilgan, to'qdan buzilgan, mavzu bo'lgan, tag'aq o'tmaydigan, choch paqirmaydigan, paq-paq bo'lib ketgan chochlarni asli keltiradigan, chochlaringlarni siliq taltal paqiraq holatga kelib chochni paqirtib turadigan, choch paqirdigan oqsildimmi birini bazaga soldim. Ikkisini bilsab bersam 69 qo'ydi qizlar. Voy mening choch yo'qligiga ehtiyojim botdi, choch oqsilim botdi uyamda, ma oqsilnim olsam jiqo'yib ketirgan deydigan do'stlarimiz bor ekan. Yoki men uyamda choch yo'qligiga jiqdi, choch oqsilni ayirib olsam deydigan do'stlarimiz bor ekan. Shunga choch yo'qligining ulanmasini besib kirsanglar, choch yo'qligini ayirib 39 qo'yga, choch oqsilni ayirib 29 qo'yga isib qo'ydim. Choch oqsil bilan choch yo'qligini billasanglar 69 qo'ylikni olasizlar. Choch yo'qligini olsanglar 39 qo'y degan bani tanlanglar. Choch oqsilni ayirib olsanglar 29 qo'ylikni tanlanglar, juma. Endi men varini qaynatishning to'liq jarayonini bir davtay ya qizlar. Mush qulpinakning mush silinish uchun javurga, eng avval javurning tagiga necha qo'shiq shakarni silib atgandan keyin to'piga bir qur qulpinak basimizga, uning to'piga yana bir qur shakar besib, yana to'piga qulpinak basimizga. Ashta qilib bir qur shakar, bir qur qulpinak besib, mush holatga akilib dumlab 4-5 soat tashlasanglar, mana mush holat keldi ekan. Kundak issiq o'choqning oldiga kelgin bo'lmaydi. Shuning bilan men tushdan keyin salqin tushganni qilay deb besib qo'ygandim. Qulpinakning o'zining suyi degan chiqib mush holatga kelibdi. Ma o'choq yaqinning yoqi do'yinga chiqmaydigan
qoldi. O'rvatmagansiz da tatdinglar. Buni o'rvasam sal chataq chiqib qolarmiki do'stlar? O'rmay ishiltyapman buni men. Kichikgina salqin chiqib qopdi-ki, o'tni silib, shuninglar o't tutashgandan keyin ham shu qulupnayni o'tning ustiga qo'ydim. Bu sal qaynaydi ekanda, munda o'choqlarda varin qaynasanglar haqiqatan payz bo'ldi ekan. Chunki ishti ko'p ketmaydi ekan, o't ya asta bo'lib qolmay ekan, bir xil holatda bo'ldi ekanda. Shuning bilan bu varinining ustidagi qulupnayni qaynatgan chaqda cho'qqim ko'pikchi solamiz ekan, ash ko'pikchisini to'liq ap ketimiz ekan. Oli hazal 40-50 minut qaynagandan keyin shuning bilan muzlatib ap qo'ydik. Tong atdi. Ballar mana qulupnayni biz qishda yemdik, yemaymiz. Mana ertasidan boshlab yeb tugitibmiz. Qishda yeyma deganlar ertasi bir qitim yana qaynatsalar ekanda. Biz qishqa emas, bir oyga bardosh berolmaydi. Bu necha kechida yeyapmiz. Shunga bir qitim qaynatdik. Ta'mimi ajoyib payz bo'ldi ekanda. Sinab beqishinglar uchun bu men bir yurak berib qo'ysizlar-da do'stlarim de. Ma'qulamsa filmim ish yerda oxirlashdi. Ko'rishaylik. Go'njo qilib qo'ysanglar kunda chiqaman.